بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. ظمآن لوصالك يا رمضان، بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح إلا باب الريان. نور في الأفق يلوح، باب الجنة مفتوح، لا يروي عطش الروح. Yusuf rahmatulloh alayhi vafot kunlari va unga 11 yil bo'lishi munosabati bilan ko'ramiz. İzin verdi yolunda ölelim Allah, göster cemalini görelim Allah. ويذوق الإطمئنان بالطاعة نتقرب كي يرضى عنا الرب وليحيا هذا القلب. ويذوق الإطمئنان ظمآن لوصالك يا رمضان، بالتوبة والغفران ومجالسة القرآن. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Sodiq Muhammad Yusuf Akademiyasining muassisi bo'lmish marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ruhlariga, u kishining ota-onalariga baxshida qildi. Hammalarini Parvardigori olam bu qilingan xayrot, yaxshiliklardan, sadaqoyi joriyalardan bahramand etgan, yotgan joylarini, qabrlari muattar qilgan, muassislar, xizmat qiluvchilarni barchalarini ikki dunyo baxtiga musharraf etgan. Istanbulni, O'zbekistonni, Turkiyani, O'zbekistonni Parvardigor o'zing balo ofatlarni saqlagin. Doimo yurt rahbarlarini barchalarini yaxshilikka muvaffaq aylagin, xayriyatda jam aylagin. Va sallallohu ala sayyidina va nabiyina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Valhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha. والغفران ومجالسة القرآن.